Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mashalloh, qo'chqori ko'rib, yuziga tabassum yugurib ketdi. Xo'p, biz keyingi qo'ramizda Namanganlik Sanjar Azimov akamizning qo'ralari kelganmiz. Bu qo'chqor to'g'risida bitta ma'lumot berib ketaman. Qo'chqorimiz Sulton degan qo'chqori primoy bolasi Sanjar Gapparov akamizning Sulton degan qo'chqorlari bor. Shu qo'chqori primoy bolasi 4 tushda, bo'yi 1.2 sm. Vesiga kelsa endi vesini xudo xolasa vistifkada o'zimizni ko'ramiz. Qo'chqori ko'rishingiz mumkin. Mashalloh, hali vesi 2 kilodan o'tib ketadi. Hozirgi kunda endi bilmadim. Buni olganlardan keyin inshaalloh bolalarni yaxshi bilan sotdilar. Hozirgi kunda bolalari ham tushyapti. Buni biz bolalarni bitta ko'rsatib ketamiz. Qo'chqorimizni bitta yurg'izaman ukam. Yaqinroqdan bitta video qilib ber. Ke jonivor. Mashalloh, har jonivor. Mashalloh. Qani oldi tarafdan bitta. Voy chuvalar, mashalloh. Mana, yur. Mana jonivor. Qo'chqori ko'ryapsizlar. Qo'chqorimiz ham qo'chqor. Buni to'liq videosini YouTube'dagi Arashan N1 kanalimizga o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin.